Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndiminin Yaponiya baş vəzirlikinin maqulluğu bilan 4 və 5 dekabr Yaponiyada ilib barğan fəvqəladə ziyarəti Yaponiya mətbuatlarının güclük diqqətini qozğadı. 4 dekabr Tokyoga yetib gələn Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndim 5 dekabr düşdün burun Yaponiya Uyğur cəmiyyətinin məsullarının həmrahlıqında aldı bilan Yaponiya iqtisadi bexatarlikni qoğdaş ministri Takaichi xanım bilan görüşüb, Uyğur məcburi əmkiga chetishliq mahsulotlarning dunyoga, jumladan Yaponiyaga tarqalish ahvoli, Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining majburiy emgak chetishliq mahsulotlarning import qilinishini cheklash uchun yo'l qo'yayotgan qonun va ba'zi cheklash tadbirlari qatorliq mazmunlarda suhbat ilib bordi. Şundaqlı şu günü Yaponiyanın qəsd uçrab vafat bolğan sabiq baş vəziri, Uyğur xalqının söyümlük dostu Shinzo Abe'nin inisi, Yaponiya hökumətinin yardımçı bayanatçısı Kishi Nobuo əfəndim bilan məxsus görüşüb, onundan aksi Shinzo Abe üçün bütün Şərq Türkistan xalqı namıdan alaydı hal sorğan idi. Dolqun İsa əfəndiminin Kishi Nobuo əfəndim bilan görüşkənlik xəbəri Yaponiya mətbuatlarında kəng dairədə orun aldı. Dolqun İsa əfəndim 5 dekabr günü yəni Yaponiya Dövlət Bexatarlik Ministri və başqa bəzi yuqori dərəcəlik hökumət əməldarları bilan işki uçuruş ilib berib, ularga Uyğur xalqının Yaponiya hökumətindən kütülgan bəzi konkret tələblərini o'ttirg'a qoydu. Dolqun İsa əfəndim Yaponiya baş vəzirligida mühim uçuruşda bo'lib paytda Yaponiya Kengash palatasi Xitoyning Sharq Turkiston və Tibetdə yurgizayotgan qilmishlarining ig'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmish ekanligi haqida mutlaq ko'p ovoz bilan maxsus qaror qabul qildi. Bu yil 2 ayda Yaponiya Avam Palatası mı o'xshash mazmunda qaror qabul qilgan edi. Bu, Yaponiya tarixida Avam Palatası və Kengash Palatası tərəfindən Uyğur məsələsi haqqında qabul qilingan tunji qarorlar bo'lib hisoblanadi. Yaponiya Kengash Palatasının 5 dekabr algan yuqorqi qaror münasibəti bilan shu kuni tushdan keyin Yaponiya Uyğur cəmiyyəti Tokyoda maxsus muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Yaponiyaning asosli matbuotlarini o'z ichiga olgan 20 dan ortiq axborot organining muxbirlari qatnashdi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan va muxbirlarning savollariga javob bergan Dolqun İsa əfəndim Yaponiya Kengash Palatasining olgan qarorini qarshi oldigan ifoda qilish bilan birga Uyğur masalasining kishilik huquq masalasini halqib rasmiy bir irqiy qirg'inchilik masalasiga aylanganligini, Yaponiya Davlat Majlisining Uyğur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror qabul qilishini orzu qildiganligini ifoda qildi. Dolqun İsa əfəndim Yaponiyadagi 2 kunlik qisqa ziyoratini oxirlashtirgandan keyin 6 dekabr Tokyodan bevosita Washingtonga yurib ketdi. Dolqun İsa əfəndim 9 dekabr Uyğur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan 8 dekabr Washington axborot klubida o'tkaziladigan axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashadi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi markaz organining stansimizga bildirishicha, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida bir tutash holda elib beriladigan faoliyatlar Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan 8 dekabr Washington axborot klubida o'tkaziladigan axborot e'lon qilish yig'ini bilan rasmiy boshlanadi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Shvetsariya, Fransiya qatorliq davlatlardagi 20 dan ortiq shaharda maxsus xotirlash faoliyatlari va norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish umumiy shuar qilingan bu qatimqi faoliyatlarda 24 noyabr Urumchi fojiasi asosli tashviqot mazmunlarining biri qilinadi. Undan boshqa yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qiladi. Shundaqli xalqaro parlamentarlar birligi (EPAC) va har qaysi davlatlarning parlamentlarida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus axborot va bayonotlar e'lon qilish keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan inglizcha, nemischa, arabcha, turkcha, uyg'urcha va xitoycha tillarda ayrim holda tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. Inglizcha va uyg'urcha tillarda maxsus tashviqot filmlari ishlab tarqatiladi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi bu vaqtdagi safarbarlik va tashviqot harakatini boshlatgandan buyon har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bas-bas videoli qisqa bayonotlarni e'lon qilib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonni 49-yil besib olgandan hozirgacha
xalqimiz ustidan irqiy qirg'inchilik va qotillik va har xil insoniyat qilpidan chiqqan jinoyatlarni qilgan bo'lsa-mu, bu Xitoyning jinoyatlarga bir Xitoylar Uyg'urlar ustidan va Sharq Turkistonliklar ustidan jinoyat o'tkazdi, qirg'inchilik ifode deyilgan bir tamg'a besilmagan edi. 2020 yılı Dünya Uyghur Qurultayının teşebbüsü ve iltiması bilen London'da Uyghur Sot Kollegiyası kurulgan. Bu 2020 yılı 9. ayının 3. günüsü kurulgan bu Uyghur Sot Kollegiyasının ki bir yıldan artık vaxtlarda naiti inçke tadqiq qilib, aniqlab, Xitoylarning Sharq Turkistonda Uyghur ve onundan başka bizimki xalqimiz üstüne yürgizayotgan siyosatlarni irqiy qirg'inchilik va shaksiz insoniyatga qarshi jinoyat deyilgan bu tamg'ani bosdi. Bu tamg'a besilgandan keyin bu xalqaroda bu masalamiz texmi bir darajada ustun ko'tarilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yil mana bu 2021 yili 12 ayning 9 kunisi sotning qarori ilingan bu kunni Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitdi. Bu munosabat bilan vatan sirtidagi barliq tashkilotlar ve aktivistler, siyasetçiler ve halkımızdaki içindeki münevver oğlallarımızdaki bu günde herkes unutup kalmayı, bu günde kolumuzdan neymi kelse, kolumuzdan kelgen faaliyetlerini verişimiz lazım. Bu aktif canlılık tutup duruşumuz lazım. Bu kırgınçılıklarını herkes unutup kalmasımız lazım. En için barlık karındaşlarımızda şu 9. dekabr günündeki faaliyetlerine davet kılımen, çağırmen. Hemmimizge Allah yar ve yardımcımız olsun. London'da kurulan Uyghur Sot Mahkemesi 2021 yılı 9. dekabr günü Xitay komünistlerinin Şarq Türkistan'da Uyghur ve başka Müslüman halklarga irqiy qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganlik to'g'risida hukm chiqargan. 9 dekabr günü Dünya Uyghur Qurultayı Reisi hurmatli Dolqin Aysa Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni deb jakarlagan. Bu kun munosabati bilan Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini la'natlaymiz va irqiy qirg'inchilik qurbonlarini xotirlaymiz. Oldi bilan bu kunni o'zimiz Sharq Turkistonliklar keng ko'lamda tashviq qilamiz va dunyo jamoatchiligiga qabul qildirishga tirishimiz. Yaşasın adalet, yaşasın erkinlik, yaşasın müstakillik. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken, Moliya ministri Yellen, Savdo ministri Raymondoga xat yozib, texnika mahsulotlari Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni ta'qib qilish va qiynashda ishlatilgan Xitoyning Tiandi texnologiya shirkatini cheklashni talab qilgan. Marco Rubio Tiandi shirkatining texnikasi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni ta'qib qilish va qiynashda ishlatilib qolmay, bu shirkatning o'xshash texnikani yana Iran hokimiyatiga sotganligini bildirgan. Rubioning aytishicha, İran hakimiyeti bu texnik mahsulotlarni İranlik tinish namoyishchilarga qarshi ishlatgan bo'lishi mumkin ekan. Marco Rubio xetida yaqinqi dokladlar Tiandi shirkatining Xitoy kompartiyasining ta'qib qilish tuzumini qo'llaganligini oshkorlaganligi. Bu Beijingning sistemalik kishilik huquq dafsanchiligiga imkoniyat berganligini aytgan. U mundoq degan: Tiandi yana texnikasini Xitoy Xalq Jumhuriyatining sirtidagi boshqa mustabid hokimiyatlarga eksport qilgan. Men sizni Tiandining Ironga qartilgan kishilik huquq jazosidagi Ironni umumyuzlik jazolash, javobgarlik tortish va yolg'iz qoldirish qonuni, yer shari magnitski qonuni va 2020 yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va boshqa aloqador qonunlarda belgilangan shartlarga xiloflik qilmaganligiga qarab chiqishingizni talab qilaman. Marco Rubioning aytishicha, Tiandi kamera va munosabatli sun'iy idrok yumshoq detallarni tadqiq qilgan, ishlab chiqargan ham bozorga solgan bo'lib, bu kishilarning millati va irqini bayqaydigan yumshoq detalni o'z ichiga oldi ekan. Marco Rubio xetida Xitoy amaldorlarining Tiandining texnikasini ishlatib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni va asosli musulmon boshqa millatlarni ta'qib qilayotganligi va qiynayotganligini aytgan. Xitoy bexatarlik kamerasi shirkati Haykang texnologiya guruhi Sharq Turkistondagi etnik tozalashga chetishliq deb ayblanib, Angliyada cheklashga duch kelayotgan bir vaqtda bu shirkatning etnik yuz tanish kameralarini Angliya va Yevropa bozorida e'lon qilishi andish qo'zg'agan. Angliya muhofazachilar gazetining xabar qilishicha, bu ahvol faoliyatchilarda Uyg'urlarni bostirishda qo'llanilgan irqchilik texnikasi Angliyada bozorga selinyotidi degan angish paydo qilgan.
Xaykang Texnologiya Guruhi, ya'ni Hikvision'ning to'rida e'lon qilingan bir kitobchida bu shirkat ishlab chiqargan 100 tonish kameralarining alaydiklari tonishtirilgan. Shundaqla bu mahsulotlarning Angliyadagi Faketech nomli shirkatning hamkorligida ta'minlanganligi qayd qilingan. Muhabizatchi gazetining aytishicha, kitobchida yana bu kameralarning jins, irq, millat va yosh tahlillarini o'z ichiga olgan nishonliq nopus istatistiki 100 analizi algoritmi e'lon qilingan. Muhabizatchi gazeti Xaykang shirkati bilan aloqalashib, ularning buningga tushuncha berishini talab qilgandan keyin bu shirkat yuqorqi kitobchini o'zining to'ridan ilib tashlagan. Amerika hukumati 2020-yili 5-oyda Xaykang shirkati bilan Xitoyning Dahua texnologiya shirkatini Sharq Turkistondagi bostirishda Xitoy hukumatiga yordamlashganlik uchun qora tizimlikka kirgizgan bo'lsa-mu, lekin bu shirkatlar Yevropa bozorida hech qanday cheklash uchirmagan. Amerika Federatsiya aloqa komiteti yaqinda Xaykang, Huawei, Dahua, Zhongxing ya'ni ZTE shirkatlarining mahsulotlarini setishni Amerika bexatarligiga bo'lgan xatri sababli cheklagan edi. Muhabizatchi gazetining aytishicha, Angliyadagi Big Brother Watch nomli kishilik huquq tashkilotining qonun va siyosiy ishlar xodimi Madeline Stone Xinjiangda Uyg'urlarni bostirishda qo'llanayotgan o'xshash irqchilik texnikasining Angliyada bozorga silinishi kishini cho'chitdi degan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.